Usta işi Xudo qalasa işimizden 1 yıl garantiya, katalogdan 1 yıl garantiya. Ətki işlem size makulmu? Makul. Öyle buradan çıktı, Leymut'tan çıkan. Yine çıkmaza şimdi bu 40 derece katip öteliyiz. Torbalarına boyuna buzulmadı. Hiç yapmadı. Rahmetlere. Yine bataryalar kızıp ecep tuttu. Sağ olun, salamat olun. Rahmet sen takmanı yapışınca böyüsünce olmak. Yaxsın, sizden razı olun. Razı olunla. Acayip ölmesi. Ağladım işteydi. Rahmet. Rahmet abi, yaxsın. Assalomu alaykum hammaga. Biza Xiva tumani Sayatdamiz, Ziyanur ko'chasi. Nechanchi uy? 4-uy. Abdusharif og'ani balasi Umid og'ani uyidamiz. Bu yerdan ko'mir atablini ishlarimizni topshirdik. Uyimiz полностью подача обратка sistemada samochok sistema bo'ldi. Umid og'amiz 1,5 oy oldi ish yurib qo'yadi. Xudo qalasa bugun bitirib topshirdik. Bu uyimizga 158 shtuk alüminyum batareyalarimizni qo'yib berganmiz. Shunga zamonaviy 99 metr 25 turg'a ketgan, 16 metr 32lik aralashtirib berganmiz. Hamma batareyalarimizni shunday rossiyskiy amerikan kranklarni qo'yib 90 gradus ko'kib, rezervuarni yonganmiz. Uyimiz o'xsha 12 tochka bo'ldi, 10 yera batareya qo'yildi. Bu birinchi batareyamiz. Bu zalımız ikinci batareyamiz. Zallarımız hammasini 20 dan qo'yganmiz. Bu yerimiz birinchi zal kichkinaroq bo'lgani uchun 20 dan 17 dan qo'yib berdik. Uyimiz полностью 4 tramvazasi ham natijnoy avoy bo'lgan. Döşüklərinin hammasini birma-bir qo'lda döşüb ishlab berganmiz chiroyli deb. Bu ikinci batareyamiz. Bu yerdan samochok sistema baka chiqarib berganmiz. Aşağı suyetlerime bak koysam ben. Bu 3. bataryamız. Uyumuzu bir katoldan uzakrak bo'lgani uchun hammarini 20 ga qo'ydik. Spanilerini 15 dan qo'yib berganmiz. Her bir döşüklərə e'tibor berishingiz mumkin. Hammasi turbanın razmerine döşüb berganmiz. Aboylarından yakmayın, printslarını eritmeyin, koldan gelince 3. bataryamız. Değil mi? Yan taraftan katolumuzdan girip gelen palacımız, abratçamız hem şuradan çıkıp gitken. Bu 4. bataryamız. Otoblinamızın şu başlanışına 3 xonamiz 32lik olan bakacha. Bu ikinci spalnimiz. Ümit ağamız aldım. Hemen öteye keybet edegen. Usta ilacı varınca çaylayıp çıkarıp engledik. Koldan gelince akurat ne edip işledik. Her bir bataryamıza rezervuarını yonup burası şikayetlerini koyup verdik. Bir koridorumuzdan 15 taş at berganmiz. Bu ahırgi zalimiz. Vanilerimizden alüminyumlarını, kafelerini turban razmerine döşüp işlep verdik.
caya ketgan materialdan hammasini o'zlarimiz bilan olib kelganmiz. Biz ayımızı hesaplab bergan vaqtimizda 33,5 million chiqarib berdik. Banilari hesaplanmadi. Dilni banilari qo'shildi. Banilari qo'shilgani uchun yana qo'l haqqisi, batareyasi, medachilar bajlar hammasi 1 milliondan qo'shildi. Общий 34,5 million so'm pul ketdi ataplenamize. İş başlamayın buraya $100 avans alganmiz. Ulardan hesap kitap etib o'zi qaytib berdik. Kotyolumuz 300 kvadratlık. Özlerimizde çıkıp duran kotyol. Hali kraniklerini qo'shmaganmiz. Samochok sistemada ishlatıldı. Morumuz uzunluğu 6 metr bo'ldi. Tayyorlangan. Kotyolumuz yonib turdi. Salkam 100 gradus bo'lib turibdi kotyolumuz. Samochok o'zi yonib turibdi. Kotyolumuzda ham, aytgan ishimizda ham hammasini 1 yil garantiya. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimiz rivoji uchun podpisatsiya bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Hammaga rahmat.